Diqqat qiling, jiddiy ogohlantirish. O'zgidromet agentligi hafta davomida kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari ko'rishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra 14-iyuldan 17-iyul kunlarigacha O'zbekiston bo'ylab juda issiq va asosan quruq ob-havo saqlanib qoladi. Kunduzi havo harorati hududlarining katta qismida 41-43 darajagacha ko'tariladi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida esa 42-44 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Ayrim joylarda hafta davomida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Faqatgina Farg'ona vodiysida 13-14-iyul kunlari ayrim tog'oldi va tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lish ehtimoli bor. Shuningdek, 14-iyul kuni Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida esa hafta oxiriga kelib, kunduzi havo harorati 40-43 darajagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda, deyiladi xabarda. Videorolikni yaqinlarga yuborib, tezda ogohlantirib qo'ying.